Mart oyida eng yaxshi insonlar dunyoga kelar ekan. Ana shunday yaxshilardan-da yaxshi insonim, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Qalbingiz doimo quvonchga to'lsin. Tabassum arimas yuzidan mudom, barchaga birdayin ko'rsatar ikrom. Bu ham bir Xudodan berilgan inom. Baxtlarga loyiqsiz, aziz insonim. Suhbatin olsangiz eriydi qalblar, dardisar yurakdan ariydi dardlar. Yuzidan bo'linib turadi baxtlar. Baxtlarga loyiqsiz, aziz insonim. Mehribonim, hamisha o'zingizni ehtiyot qiling.